Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Mohira. Sankt-Peterburg shahrida sedelka bo'lib ishlayman. 3 farzandning onasiman. Yolg'iz onaman, lekin Allohga shukr halol ishlab pul topaman. Kampirga qarayman, sedelka bo'lib ishlayman aslida. Kampirlarim bor, kampirlarimga qarayman. Hozir ertalabdan video olgim keldi. Kampirimga nonushta berayotgandim. Negativchilar endi noto'g'ri tushunmaysizlar, noto'g'ri xayolga bormaysizlar. Bu yerda yomon narsa yo'q. Allohga shukr. Ishim halol. Halol pul topyapman. Farzandlarimni halol boqyapman. Shunisiga shukr. Allohga ming shukr. Har bir musofir ayol borki, baribir qari kampir bo'ladimi, chol bo'ladimi, o'zini misol uchun ota-onasiga qaragandek muomala qilib ishlasa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Har bir musofir ayol, menga o'xshagan sedelka ayollar ko'p bu yerda. Hamma sedelka ayollar menga o'xshab misol farzandlarini halol boqyapti, harom yo'l bilan boqishmaydi. Men shukr qilaman, ishim bor. Ota-onam bor, sog' salomat. Endi 3 yil bo'ldi men ham bormaganimga, ota-onamni sog'inganman, farzandlarimni sog'inganman. Yaxshiyam shu telefon bor ekan, telefonda gaplashib turadi odam. Shunaqa musofirda yurish hech kimga oson emas deb o'ylayman. Hech kim o'z vatanini tashlab ketgisi kelmaydi. Majburlikdan kelamiz, oilamizni boqamiz deb, uy-joy qilamiz deb. Men Allohga shukr shu halol topib, halol pul topib, uy qildim, joy qildim. Farzandlarimni hech narsaga zoriqtirmadim. Shukr hammasi uchun.